8. Rasmda tasvirlangan qurilma yordamida simni yuqoriga tekis ko'tarish uchun qanday kuch bilan tortish kerak deyapti. Ishqalanish kuchini hisobga olmay, har bir blok og'irligi 2 newton. Polis pasti. Hop. Ikkita ko'chmas, ikkita ko'char blok. Buni og'irligi 2 newton ekan. Bu blokda ham og'irligi 2. Mana bu yukda og'irligi bor 20 ekan. Endi ko'char blok kuchdan 2 marta yutuq bersa, mana bu yerda tarangli kuchlari 2 ga bo'lib ko'tarib beradi. Pastga qarab 3 ta kuch bor. Ikkita blokda devor ko'tarib turibdi. Yig'indisini olsak, umumiy deb ikkita blokda og'irligi 4, 20 qo'shsam 24 newton. Hop. 24 newtonni mana bu 4 ta tarangli kuchi ko'tarib o'tiribdi. 4 ta ip. Shuni bitta tarangli kuchini topmoqchi bo'lsam, shuni 4 ta tarangli kuchi ko'tarib o'tiribdi. Bitta tani topmoqchi bo'lsam 4 ga bo'laman. 24 ni 4 ga bo'laman. Har bitta ipga 6 newtondan tushyapti. Mana bu yerdagi blok ko'chmas blok, faqat kuchda yo'nalishini o'zgartirib beradi. Mana bu yerda F kuch, mana bu yerda tarangli kuch teng. 6 newton. Bejoy ekan.